Ihu! Bu Kanagavadagi katta to'lqin. Yapon rassomi Katsushika Hakusayaning eng mashhur gravyurasi. Hozir bu asarni hamma joyda uchratish mumkin. Lekin nimaga bunchalik mashhur? Axir bu asar umuman to'lqin haqida emas, balki mana bu tog' haqida. Kimdir unga umuman e'tibor berganmi? Bu to'lqin Fuji tog'ining 36 ta ko'rinish seriyasidan bir qismi sifatida yaratilgan. Yaponiyada Fuji tog'i muqaddas hisoblangan. Fuji tog'ining 36 ko'rinish seriyasi tog'ni turli nuqtai nazardan ko'rsatadi. Ulardan biri ushbu ksilografiyada ko'rsatilgan va to'lqinda asl nomi esa Kanagavadagi katta to'lqin ostida. Ksilografiyada ko'rinib turibdiki, hamma narsa to'lqin ostida. Tog' ham, uyga qaytishga astoydil harakat qilayotgan bechora dengizchilar ham. Katsushika Hakusaki tan olingan ukiyo-e ustasi edi. O'sha davrda seriyali ksilografiya shunday atalardi. Va bu seriya yuqori turdagi san'at bo'lmagan, balki o'rta qatlam uchun arzon rasmlar edi. 1830-yillarda katta to'lqin yaratilganda, Yaponiya Tokugawa shogunatining yopiq eshiklar siyosati tufayli dunyoning qolgan qismlaridan ajralib qolgan edi. Bechora Hakusai esa Yaponiya 1849-yilda dunyoga ochilishidan va katta to'lqin butun dunyo ko'rishidan 4 yil oldin olamdan o'tadi.